Hacı buva bitta lat bos qo'ying qo'yadi. Asosi o'g'ladi yetib kelgan. Menga qo'yadi bu safar. Bir dasturga bo'lsa ham aka mana projektor ko'ngil tortdiki, zo'rlari kelib qoldi, video qilib qo'yapmiz. Maqsad arzon sotish. Videoni boshiga qo'yganim sababi 5-partiyaga mashg'ulot chiqqan. Oxirida ko'rsangiz, ko'nglingizga yoqsa aloqaga chiqing. Maslahatim bir joyga tortadigan kechki dasturga bo'lsa ham oq maravar deganda aka bizning kanallarimizda chiqib boradi. Mana shularni ham qo'yib berganman. Sweet yorug'ida bo'lgan obzorga olganmiz. Kechki bu manzarani ko'rib menga bitta gap keldi. Mashaalloh degan so'z. Qarangki, manzaraga like bosmasangiz umuman iloji like bosib qo'ying. Cho'pon bolani har doim bitta gapi. Olov xalqim, ko'ryapsiz qo'lda ham turishini. Oling mana zo'rlari kelganda degan gapni xudo xolsa mana shu yigitni o'zi aytgan. Mana shu fermaga kelganimizda ekranni qarshisiga yaqin joylashib bitadan aytadi-yu. Yaxshi niyat qildim. Hadamay niyatimga yetdim. Aka, sizning xonadoningizga shunaqa fayzli chorvadan inshaalloh qurish nasib qilsin. Bitta like bosib ko'ring, yaxshi niyat qilib, balki kech kuzga xonadoningizga kirib olsak, shunaqa qo'rani zo'ra turar. Yaxshi niyatda qo'rani qurgan odam ham niyat qilgan, qaydadir ko'rganki, Alloh taolo yetkizdi. Xohlasa shunaqa fayzli chorvaga har birimizga nasib qilsin. Kelgan joyimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Cho'pon bolaning shaxsiy o'ziga qurilgan mini qo'y fermada bugun katta obzorda olib boramiz. Har birimizni boshlangan kunimiz xayrli va barakotli bo'lsin. Har bitta odamning xonadonida shunaqa tozalaridan inshaalloh boqishlik nasib qilsin. Like bosib qo'ying. Ketdi. Cho'pon bolaning muxlislariga, ya'ni chorvanaxlarning ashaddiy obunachilariga Assalomu alaykum, hurmatli Chorvanaxlar kanalining ashaddiy obunachilar. Obunachilar xudo xolasa Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, ya'ni chorvanaxlarini tanitgan cho'pon bolaning mini qo'y fermasiga inshaalloh yetib keldik. Videoni oxiriga ko'rib, like bosib qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Obunachilar, Qo'qonlik hojibomiz aytgan, bitta metr olgan kuning bayram degan. Metr oldik, xudo xolasa. Bo'ylarini ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi. Bugun remix degan video bo'ladi. Qisqa va lo'nda. Endi kommentariyaga ham yozilyapti. Qisqaroq video qiling uka deb. Bo'ldi. Sizlar talablaringga binoan xudo xolasa chiroyli qisqa va video lo'nda. Yoshi, bo'yi ma'lumot aytiladi, narxi bo'ldi. Qolgan ma'lumotni telefon qilasiz, telefonda chiroyli kelishamiz. Obunachilar 30-may 2026-yil bugun kunimiz shanba. Hammani boshlangan kuni xayrli va barakotli bo'lsin. Hammani chorvasiga Alloh taolo har doim barakot bersin. Ketdi. Birinchi partiyamizga aka Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan Kakpolojni emetkalari mana shu kraska aka, mana shu cho'pon bolaning mini qo'y fermasiga har doim qizil kraskada keladi. Qirg'izistonda Bishkek o'zida mana aka qizil kraskalar urilgan. Xudo xolasa qo'yda olyapti turgan ora masofa 2 metr, 2,5 metrdan uzunlikdan olinadi. Yaqindan olsa ozgina katta ko'rinishi mumkin. 2 metr, 2,5 metr masofada qo'y video olib boramiz. Xudo xolasa yoqqan obunachi akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqib bog'laning, chiroyli dastlabkan qilib yetkazib beraylik. Ketdi. Birinchi partiyamizga obunachi 2 dona qo'chqorga tayyor varianti. Hozir qo'ying, inshaalloh qochadi. Kech kuzroqqa qo'ying, siz aytgan natijada dekabrga borib, Xudo xolasa o'zini beradi. Sog'lom qo'y 150 kunda tug'adi aka. O'shani hisobini olib qishki qo'zi tushiraverasiz obunachilar. Ketdi. Birinchi partiyamiz 2 dona. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar, ishqibozlariga chiroyli dastlabki qilib yetkazib beriladi. Qo'yda aka 100 talaga hamma yo'q kelgan. Garbonos deysizmi, arqa razred deysizmi, to'rtta tuyoq deysizmi, hamma yo'g'i xillab chiqaraman. 6 partiya, 7 partiya qo'yba, Xudo xolasa yoqqan bo'lsa aloqaga chiqsangiz ish bitadi. Ketdi. Narxiga keladigan bo'lsak 7 million so'mdan 14 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring, Toshkentga doğru dastlabki qilib yetkazib beramiz. Bitta tishini ochib qo'yingchi. Mana Tolibboy boshla. Mana aka yoshlar qo'zi, qarang. Qo'zi bo'ldi. Metrni bitta qo'yib bersangiz, shuni bo'yini ko'rib olishadi. Bo'ldi. Va xolasa kimga yoqsa aloqaga chiqib balonalarsiz obunachilar. Mana. Sal chosroq. Mana obunachilar, mana shu yerdan balandligi 80. Bo'ldi 78, 79 naravera. Bo'ldi, olaver, narigisiga. Mana shu garbonosdagi shunaqa chiqdi obunachilar, xudo xolasa mana obunachi ketdi, bo'yiga bitta qo'ying. Mana aka, mana shu yerdan balandligi. Mana. O'zingiz ko'rib oling. Bo'ldi. Razrezini bitta ko'rsatinglar qo'ydi.
qo'yni taniydigan odamga ko'p ma'lumot kerak emas. Aloqaga chiqing. Toza rashani bor akalarimiz. Xudo xolosa telefon qiling, ish bitadi. Mana birinchi partiyamiz oldi. Yana tomosha qilib boring aka. Xudo xolosa bundan 12 dona, yarichkidan bir 10 dona bor. 6 partiya obzor xudo xolosa bugunga tayyor bo'lgan. Olib chiqamiz, obzorga qo'yamiz. 6 ko'hran shu kuzatinglar qo'ydi. Mana mashalloh zo'rlari bu obunachilar. Birinchi partiya aytdilar. Bitta obunachingga sotaman, zo'rini qo'ydim. Xudo xolosa mana ishqibozlari bo'lsa, ashqo'y garmonson bitta ko'rsatingchi. Mana qo'ydi qarang, oldi ko'rak, uzunligi, haqiqiy paroda. Mana hoj aka, tozasini oling har doim. Tomosha qilib boring, ikkinchi partiyani olib chiqib, xudo xolosa obzorga qo'yamiz. Like ta bosib, videoni oxiriga tomosha qilib turing. Xudo xolosa ikkinchi partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Mana qo'ylarni qarang, mashalloh. Har birimizga nasib qilsa shunaqa zo'rlaridan. Tomosha qilib turing aka. Siz istagandaka Qirg'iziston o'zidan xudo xolosa o'tdi. Olib chiqib boraman. Har doim bunday paddishkada turing. Chorva narxlarini ashaddiy obunachilarga zo'rini yuklayman. Birinchi partiyadan tushadi, ko'nglingiz to'qqin ekan. Har doim qizil metkada o'tyapti. Qizil metga chiqdimi, olib qo'ring. Zo'rlarini olib chiqamiz. Tomosha qilib turing. Tozasini so'ragan akalarimiz juda ko'p edi. Aytadi-yu, yaxshi narsa o'lik bozorda ham pul. Ko'nglingiz nisbatan to'q qiling. Yaxshi narsani o'lik bozorda ham pul bor odam olaveradi. Xudo xolosa ikkinchi partiyani olib chiqdik, tomosha qilib tursangiz aka. To'rttasini hop ajratib qo'yib beraman aka. Ikkitadan xillab ikkinchi partiyaga nimaga aka? Suyagi yirik qo'ylar. Buni taygonni surishilib, ota-onasini ko'rib, cho'ponni bilan gaplashib, kelga olinadi. Ishqibozlar xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar. Oling aka, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i turibdi. Yaxshi narsani biz Kutini quvib qidirib olib kelamiz. Ko'nglingiz to'q qilib chaqirtirsangiz, xudo xolosa ish bitadi. Ikkinchi partiyamiz oldi. Bittasi ektish, bittasi qo'zi. Hozir qo'chqorga qo'shing, tayyor. Kuykus kelsa, qo'y qochadi. Kech kuzurakka qo'shing, xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar obunachilar. Bir jupini olaman degan akalarimizga. Ko'nglingiz ko'tarsa, birinchi partiyani, ikkinchi partiyani to'rtdan bitta oling. Yaxshi arashan qo'chqoringiz bo'lsa, xudo xolosa yaxshi foyda qilaman degan obunachi akalarimiz aloqaga chiqarasizlar. Sarig'i qo'zi, karishnovoy ektish. Mana sizga haqiqiy birinchi bolasini o'zingiz xonadoningizga olasiz, xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar. Hop, obunachilar bularni ham narxini 7 million so'm, 14 million so'm bo'lsa, Toshkentga dor dastlabki qilib yetkazib beriladi. Telefon qo'ying aka. Shunaqa zo'rga kelganda oling. Bitta bo'yni o'lchab bering. Xudo xolosa mana aka, bo'ylariga metr otamiz, nimaga aka ko'pchilik obunachilarimiz uka metr tasha deyapti. Mana metr aka, xudo xolosa bo'yni so'ragan obunachi akalarimizga mana aka mana shu yerdan balandligini o'zingiz ko'rib hisobga olavering mana. 84, 85 mana. O'zingizdan ko'rib bitta metr to'g'ri o'shanda metrda. 83, 84 ekan bo'ldi. Sarig'ini, men karishnovoy obunachilar bo'yi. Sarig'ini o'lchab bering endi. Sarig'ini narigisini. Mana qarab turing obunachilar. Ikki o'shanda metrda metr qishilyapti. Ketdi. Yaltirayapsiz. Necha? 80. Rovno 80 ga o'ldi qo'y. Hozir mana 80 va xolos 80 ga olish olsin. Hop, obunachilar 7 million so'm, 14 million so'm bo'lsa aloqaga chiqing, Toshkentga dor dastlabki qilib yetkazib beramiz. Razrezini berib ko'rsatinglardan, megaki soliqni chiqargan kunimiz obunachilar razreza qiladi. Qo'chqorni qo'shganda qiynalmaymizmi deb mana aka. Orqaga kenglik tushgan razrez, mana karishnovoy razrez aka. Haqiqiy kalla jeydi, quloq jeydi, aql razrez jeydi. Qo'ydi oling, ishlatib, maza qilib olasini olaman degan obunachi akalarimiz bo'lsa, xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar. Ikkinchi partiyamiz oldi. Tomosha qilib tursangiz, yana chiroyli obzor qilib, 3-partiyaga qo'yaman. Yo'qsa aloqaga chiqasiz, ish bitadi. Yoshiga bitta ochinglardi. Mana obunachilar. Qo'zi, endi qarang. Chiqazdi, o'zi yetkizdi ekitishga. Ekitishga to'liq yetkizdi. Xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar. Sal kun aka mana projektni yaqqanmiz, negaki bugun kechki dasturga video qilamiz deb niyat qo'ygandik. Quyoshda bo'lsa boshqa video bo'ladi. Quyoshda oladigan video edi, sal ish ko'payib kech qoldik. Qo'ldan kelganicha, xudo xolosa podishkada tursangiz, video keng tarqalishiga hissangizni albatta qo'shgan bo'lasiz. Mono ikkinchi partiyamiz oldi. 3-partiyani chiqib obzorga xudo xolosa qo'yamiz. Qo'ydi aka, ma'lumotini yana to'liq olasiz, telefon qilsangiz, ko'hragini bitta ko'rsatinglar. Qo'ylar ko'hrakka ham zo'r ishlagan, qarang. Mana obunachilar. Qarang ko'hragini. Bitta bahona bering o'zingiz. Yaxshi narsani bolalar xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar.
Obunachilar, xudo xolasa ikkinchi partiyani, uchinchi partiyani olib chiqdik. Tomosha qilib turing aka. Buni ham qisqacha Londa chiroyli olib boramiz. Xudo xolasa paddishga deb turing. Kashtangidan bitta o'tgan xolos. 3-4 ta karishnoy. Toza sariqdan 5-6 ta o'tgan. Xudo xolasa aloqaga chiqolasa, ikkalasi ham qo'zi aka. 9 oylik qo'zilar shular mana shular. Kech kuzga 100% qo'shadigan qo'ylarda o'tganmiz. Negaki hisob qila olasiz, kech kuzga qo'yaman deb. Qo'chqorda zo'rama qo'ygan obunachalarimizga yetib keldi. Arzon narxlarda. Pog'ona narx tushib boradi endi. Tomosha qilib tursangiz, endi kay beradigan yetiga yetib keldik. 2 dona videoni boshidan ket-aka narxini so'ragan obunachi akalarimizga 6 million 500 ming so'mdan bo'lsa aloqaga chiqaring. Toshkentga dor, xudo xolasa dastlabki qilib yetkazib beramiz. Bir jupini olamadik ekanmiz, 13 million bo'lsa ketdi qo'y. Ishqovozlariga da xolasa. Toza narsalarni ishqovozi mana aka. Haqiqiy parodali Qirg'izistonda qo'yin so'ragan akalarimiz aloqaga chiqing. Bo'yiga bitta metr otingni mashg'ulotni ham videoda qanday ko'rinadi bilmadimmi? Qo'y kichkina narsa emas. Shu qo'zi turishiga mana aka bo'yi qarab turing. Karishni o'yiga bitta metr otingni mana aka qo'yda qarab turing. Xolasa ketdi mana. Yerdan balandlikda qo'shtal to'g'ri. Bo'ladi, ana ushlab turing. Ketdi ana endi. Mana shu yerdan balandligi hisobda oling. Mana 81 va 80. 78, 79, 78 plus ekanda qo'y. Xudo xolasa mana. Sal chorsroq hisobini olasiz aka. 1 sm, 2 sm aqabaqa. O'shaning uchun kelolmaydigan obunachilarimizga bo'yin o'lchab, shaxsan ko'rsatib qo'yapman. Qo'qonlik hoji bobomiz aytgan bo'yin o'lchab qo'ydi. Bitta obunachilar kashtangini bo'yiga keladigan bo'lsa, xudo xolasa mana. Bo'yiga bitta bahoni bering. Hop, 78, 79, 78 plus bu ham. Tishini ochib. Mana obunachi yoshiga bitta bahoni bering. Tishini ochib qo'yinglarchinim. Mana yoshlari xudo xolasa. Bo'ldi, bunisi. Qo'z ekalasi ham bo'ldi. Narxini 6 million 500 dan 13 million so'm qo'ydik. Aloqaga chiqing. Xudo xolasa ish bitadi. Laykni bosib, aka laykni shunaqa zo'rlar kelganda foydalanib qoladigan obunachilarimizga aynan kechki dasturga bo'lsa ham video tayyorlab chiqazyapmiz xudo xolasa. Aynan sizlar uchun. Arqa razlizlarni bitta ko'rsatinglar. Razlizlar qarang. Haqiqiy to'g'ri, yem ko'rmagan, sal g'arbroq bo'lishi mumkin. Nimaga daladan tushganda, dalasidan xudo xolasa tushgan, ammo bo'ychan suyali qo'ylar. Bo'ldi, oldin o'g'inglar to'shlarni bitta ko'rsatib qo'yinglar. Qo'ydi, qarang ekan, metrajni xudo xolasa 90 plus 95 lik qo'ylar bo'ladi, Alloh nasib qilsa. 3-partiyamiz oldi, tomosha qilib turing, optim narxda ulgurji qo'yamiz. Tomosha qilib turing, xudo xolasa ulgurji optim narx boshlandi. 4-partiyani olib chiqib, shu xudo xolasa aloqaga chiqasiz, qo'yamiz dasturga. Mana aka qo'y turishini qarang, stoykasiga bitta bahoni bering. Toza karishni o'ydi, zo'ra haqiqiy. Kashtangiga qarang aka. Mashallah deb qo'ying bitta kommentariyga. Chiroyli qilib. Xolasa. Yangi seleksiyani boshlayman degan obunachi akalarimizga, hoji bolarimizga optim qo'dim. Ektekda chiqib haliga maydalash kerak yo'q-da. Dangaliga 6tasini bir joyga tortaman degan obunachilarimizga 4-partiyada xolasa olib chiqdik. Bari qo'zi razrezlariga, oyoq qo'liga, garbonosiga, quloqiga bitta e'tiborni bering. Olgan odam baraka topsa aka, xudo xolasa ish yuraveradi. Olgan odam xudo xolasa mazza qilib qabul qilsa, biz xursandmiz. 6tasini olaman degan akalarimizga mana aka. Olyapti turgan ora masofam 2 metr, 2,5 metrdan ora masofa olyapman. O'shani hisobini oling. Xudo xolasa bo'ylari ham hozirgi chiqqan partiyadagi bo'ylarga solishtiravering. O'shalar sheriga hammasidan qirqilasiga bor. Prosta xillab qo'ydim 6tasini bir joyga tortib. Nasa ular qo'chqorga qo'shaman degan akalarimiz aloqaga chiqsangiz, aka arashan qo'chqorni ham o'zimiz qilib beramiz. Zo'rlari kelgan, arashan qo'chqorlari ham va xolasa mana. Aytadi-yu, kech kuzga dekabrskiga 12 ta qo'yim bo'lsin degan akalarimizga oling aka, soliq qo'yingizga qo'y qo'shadi. Xotirjam 100% to'q qilib chaqirtiravering. Mana obunachilar, xudo xolasa aka, ketdi narxini aytaylik. Chiroyli narxi qiziq, bu ming maqtagan bilan hamma narsani narxini belgilaydi. Narxini bir joyga olaman degan obunachi akalarimiz bo'lsa, 6 million 200 ming so'mdan telefon qiling aka, optim baribir arzon. Kelishadigan joyi bor. 6 million 200 ming so'mdan sunnatiga o'tib beriladi. Sunnatiga emas, bo'pti, kami bor, chiroyli qilib ozmoq qilib, prosta ishingizni bitiramiz. Bugun kechga bo'lsa ham ko'ngil tortdiki, arzon qilib chiqarib beray. Kechga bo'lsa ham video qilib beray deb, xudo xolasa niyat qildik, chiqazdik. 6 million 200 ming so'mdan aloqaga chiqaring, o'tadigan joy bir joyga oling faqat.
3 ta tanlab olaman. 2 ta olaman emas. Bu to'g'ri, bitta olsangiz ham sotiladi. Maslahat beryapmiz. 6 tasini bir joyga olib qo'ying mana. Hisobingiz chiqsa, hisobingiz chiqmasa bitta oling, cho'ntakka ko'tarib. Cho'ntakka qarab hamma olaveradi aka. Mana maslahatda mashq qo'yiladi. Hozir o'tdi. Bundan keyin o'tadimi Alloh biladi. O'tganda video qilyapmiz. Foydalanib qoling. 6 million 200 ming so'mdan qo'yga aloqaga chiqaring va xolos ishingiz bitadi. Tomosha qilib turing. Ikki partiya yana yaxshi qo'yin bor. O'shani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Like ni bosmasangiz umuman iloji yo'q. Like ni bosib telefon qo'ying aka, ishingizni bitiramiz va xolosa. Olgan narsangizni aka e'tibor bilan kuzating. Toza yarishishgani olyapsiz. Quloq, arqa razrezlariga bitta bahoni berib qo'ying. Yaxshi narsani kanalga yuklab boraman. Ikkinchi narsa chiqmaydi. Zo'rini olib kelamiz. Birinchi qo'ldan tushadi, zo'rini yuklaymiz. Aloqaga chiqaringlar. Xudo xolasa 5-partiyani olib chiqib, 6-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Qo'ydi, hamma standart. Bir xil razmerda, xudo xolasa. Aloqaga chiqing. Bagda yegizganimiz sababi aka, ko'rib olyapsiz. Qo'ydi shashtinasini yeb ichini ko'rsatib ham ketaylik deb bagmaylar yegizib, xudo xolasa obzorga qo'yapmiz. Aloqaga chiqarasizlar. Ketdi. Dada karishnovoy chiqarsa, ko'pchilik karishnovoy so'rardi. Bodom bo'lini chiqarsa, ko'pchilik bodom bo'lini so'rardi. Bir juft chiqarib qo'ygandim. Xudo xolasa 6-partiyamiz oldi. Ikkalasi ham qo'zi, ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hozirgi chiqqanlarda sherigi desa ham bo'ladi. Bitta kelgan mana aka. Junini olib qo'ydik, ikkalasini yungini sal po'stoqrog'ida mana jundan ko'ngildagidek zo'r chiqdi o'ylaganimizdan ham xudo xolasa. Obunachilar videoning boshidan narxi qiziq, oxirgida ko'rdingiz, yerib ketmadi deyishingiz sababi ketdi. 6 million so'mdan kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqaring. 6 million so'mdan xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqsangiz ish bitadi. Toza bodom gulini ishqib qarang. Tagi qizil, ikkala quloq, kalla ustiga ishlangan qo'ydi. Haqiqatan mana toza bodom gulini ishqibozlari. Karishnovoyga bitta bahoni bering aka. Toza karishnovoy, ichida dag'i yo'q. Qora emas, rahmat. Tozasini olaman degan akalarimizga bir jup 6 million so'mdan aloqaga chiqing, Toshkentga doğru dastlabki qilib yetkazib beramiz. Razrezini beta uzatinglarda qo'ydim, mana razrezlarni. Mana. Oling. Barra emas, barrani hisobiga solmay qo'ydi. Qo'y to'xli. Prosta birinchi qoringa yangi qo'zi xo'si ekitishga kechqurunroq o'tadi. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Yana tomosha qilib turing, nasllik 2 dona oxirgi partiya qo'shqolar yetib kelgan. Shularga qo'shib oladigan varianti. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa ish bitadi. Yoshi qo'zi aka, o'zi ko'rgan odam tushunadi. Yoshlari xudo xolasa qo'zi. Uni ham razrezinchi araqonchi, to'shak uzatinchi karishni qo'ydam. Razrezinchi araq mana. Karbonuslarni bitta ko'rsatib qo'ying mana shu obunachilarimizga. Qorong'iroqda aybi yo'q aka. Sal qanday ko'rinyapti bilmadim-ku. Yaxshi qo'ylar lekin o'tkazmaylar deb bugun video qo'ya qoldik, xudo xolasa. Oling. Like-ni bosib qo'ying mana shu. Ozgina mehnatga bo'lsa ham, arzamaga mehnatga bo'lsa ham bizdan like-ni bosib chele podishkada qo'ying har doim. 6 million so'mdan kami bor. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. O'zini to'liqroq o'g'rinchi karishni qo'ydi, o'zini menga mana aka. Tiniq yuz, xudo xolasa. Yana kuzatib boring, Qo'chqorning zo'rlari xudo xolasa yetib kelgan. Inshaalloh obzorga qo'yamiz. O'zi oq maravarda aka, o'ta zo'rra yetib kelgan. Ikkita qulog'ida xazinadan, aytadi-ku, bodom gulidan naqasi bor. Mana siz so'ragan hoji aka, toza oqadan ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqib bo'lganlar. Ishqiboziga sotiladi qo'y. Va xolasa yoshlari qo'zi, ish buzmagan, rasm oyligi bo'ldi, topda. Mana qo'ydi oldi. Tindirib ketgan o'sha qo'ydi, qarang, oldi oyoqlariga bitta bahona bering. Shaytiga bitta like-ni bosib, chiroyli mashallah deb qo'ymasangiz iloji yo'q. Kechki dasturlarga haqiqat aytadi-ku. Bugun kino qo'yilmasa biz obzorga chiqazamiz. Siz zertirmasligi maqsadimiz. $8, $9 pulingiz 11 million pulga taqaladi. O'shani yarmini qo'yib beraman, va xolasa aloqaga chiqing. Narxini ketdi. 6 million 500 ming so'mga oling mana aka. Siz obunachilarimiz aytadi-ku. Qo'shningiz aytsangiz ham aytib qo'ying. Chorva narxlaridan oldim, o'tib podpiska bo'lib qo'ydik qo'ying. Shunaqa arzonlarni yuklab boramiz, va xolasa har doim yil yo'nakay qo'y tushib turadi, qo'yda muammo yo'q. 6,5 million so'm bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, Toshkentga doğru Qo'chqorni yetkazib beramiz. So'lovlarga qo'shib oling, tavsiya qilaman. Obunachilar, xudo xolasa aka tomosha qilib turing. Yana buni afg'oni kelgan, afg'on Qo'chqorni xudo xolasa bir don yetkazib keldik.
Shuni obzorga qo'yib beraman. 6,5 million so'mga narx qo'ydik. Aloqaga chiqarasizlar. Ishqibozlar bo'lsa, xudo xolasa bemalol telefon qilavering aka, 24 soat telefondan ishlab turadi. Qanaqa gapingiz bo'lsa aytsangiz, yanada ma'lumotini xudo xolasa olasiz. Mana razrez hojaga. Endi qo'ydi bor-ku, orqa surinadi. Oldi ko'kragini ko'rsatinglar qo'ydi. Obzorga oldi ko'kragini bo'ldi. Mana oldi ko'kraklarini. Oldi ko'kragiga bitta bahoni o'zingiz berib qo'ying. Mana qarang. Haqiqiy arzon. Keldi, qo'ygan narxga foyda qiladi. To'g'risini aytish kerak. Prosta bizga ham arzon keldi. Biz ham arzon sotyapmiz. 8 million, 7,5 million chiqarish kerak yo'q. 6 million 500 ming so'm. Qo'ydi ko'tarsak narx ko'taradi. 7 million 500 ming qo'shib ham ko'taradi. Bitta ishqibot chiqadi. Maqsad xalqqa arzon. 6 million 500 ming so'mga aloqaga chiqaring. Xudo xolos yetkazib beramiz. Tomosha qilib turing. Afg'onnikiga buni. O'shani obzorga qo'yamiz. Obunachilar, xudo xolasa kutgan paytlar keldi. Oxirgi partiyani olib chiqdik. Oxirgi partiya. Like'da bosib, kanalga obязательно obuna bo'lib qo'ying. Bizda kechasi kunduzi har doim 24 soat ishlanadi. Aloqaga chiqing. Afg'onda yosh qo'zisi, tish buzmagan qo'zisi yetib keldi. Ishqibozlari bo'lsa oq yuz. Mana aka, razrez ham oppoq. Juniga timbalik o'zi to'laydigan variantidan. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi qo'y. Har birlarimizga shunaqa zo'rlardan boshlik har doim nasib qilsin. Birinchi chiqargan, ikkinchi chiqargan yarchga sovg'alarimizga maslahatim qo'shib oling. Afg'onga arashamni qo'shgan bo'lasiz shunda. Mana obunachilar, xudo xolasa oxirgi partiyamiz. Xo'p, obunachilar, xudo xolasa aka narxi, hamma narsaning narxida. Narxiga keladigan bo'lsak, 7 million so'm qo'ydi kami bor. Oxirgi partiyamiz bo'ldi. Xudo xolasa yoqqan obunachilarimiz bo'lsa aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar, ishqibozlariga qo'y chiroyli yetkazib beriladi. Qo'ydi birinchi, menga qarang, razrezini ko'rsating. Mana obunachilar razrezi. To'niga bitta bahoni bering. Endi oyda oldi ko'rlarni ko'rsatib qo'ying. Siz bari oldi ko'ran bo'ldi, ana qanday. Ko'rat qarang aka. O'zi bo'yindan tulab tushib bo'ldi mana. Ba'di yezinchi endi, ba'di 21-chi. Qarab turing aka ishlarni. Dalavacha yem ko'rmagan. Sizning qo'lingizda siz aytgan ajab vaqosa beradi. 7 million so'm qo'ydi kami bor. Yoshini bitta oching deb mana shu yerga qo'ziliga bitta bahoni bering aka, mana shu turishiga mana qarang. Bola narsada hali, xudo xolasa. Obunachilar, xudo xolasa yoqqan bo'lsa aloqaga chiqib bog'lanavering aka. Oq yuz, oq qulog'idan, oq razrezlaridan xudo xolasa 7 million so'm qo'ydi kami bor. Buni oxirgi partiyamiz oldi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, ishonchli narsadan yuklaymiz aka. Har doim kanal qishin yozib to'xtamay ishlaydi. Aloqaga chiqarasizlar xudo xolasa. Zo'rlari bugun chorva narxlari, ya'ni cho'pon bolasi qo'yxonasi. Cho'pon bolani mini qo'y filmasidan ham zo'r bo'lib o'tdi. Hammaga sog'lik, salomatlik har doim biz tilab qolamiz. Zo'rlarini bizning kanal chorva narxidan olasiz. Mashallah deb qo'ying jigar, qo'yda qarang turishini.